Haqiqiy legenda 07 ni olib qoldik. Bu mashina elektr oborotini qilib beramiz. Tablolari yonmayapti, patfannilar ishlamayapti, orqa faralari yonmayapti. Bagaj ochaganlar ishlamayapti, sentr zamonlari ishlamayapti. Polni bu mashinani full variantda qilib beramiz. Videolarni kuzatib boringlar, bitayotgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Tayyor bo'ldi. Oldi faralarni qo'yib, lampochkalarni qo'yib, polni mashinamizni full variantda ishlatib qo'ydik. Ko'rsatib o'tamiz qilingan ishlarni. Mana tablolarni ko'rishingiz mumkin. Hamma svetlar yonyapti tabloda. Mana avariykalarigacha, patfannilarigacha, ruchnoy svetlargacha yonyapti, soatlargacha ishlayapti. Mana suv sepagan dvornilar hammasi ideal holatda ishlayapti. Video registratorlargacha mana. Bu mashinamizda mana ikkita oldi stikla podyomnisi bor mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Tushadi. Mana ko'tariladi. 10 tarafimizdan tushadi mana, ko'tariladi. Hamma shuni ochsa mana salon asbishinalar yonyapti. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz tablolarni mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana orqa faralarni ko'rsatamiz mana. Zadniy faralari, numerasi shinalarga, tormoz, patfanni, polni mashinamizni full variantda ishlayapti elektr oborotlari. Hatto ko'rishingiz mumkin. Mana hamma narsasi akkuratni, mana ideal holatda turibdi mashinamiz. Yaqinda olgan ekanlar akamiz mashinani. Bitta ko'rsatib o'tamiz matoniyatsaklarni, bitta mo'yka qo'rilsa bo'ldi mashinamizni. Sizlarga ham shunaqa xizmatda bo'lsa, ertasidan akkuratni, sifatli qilib elektr montajini polni full variantda ishlatib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bu videoni shunaqa retrosi bor akalarga jo'natib qo'yinglar. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.